Demak, yangi tugilgan chaqaloq gigiyenasi. Yangi tugilgan chaqaloq gigiyenasi haqida birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yangi tugilgan chaqaloqning ertalabki gigiyenik parvarishi nima ekanligidir. Bu biz bilan har kuni doimiy ravishda bajaradigan odatiy ishimiz bo'lib, uni bajarishimiz shart. Shunda bolada hech qanday teri reaksiyalari yoki boshqa muammolar, ya'ni gigiyena yetarli bo'lmaganda yuzaga keladigan muammolar paydo bo'lmaydi. Demak, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu kozlar. Kozlarni to'g'ri yuvish qanday bo'ladi? Kozlarni biz steril paxta disklar bilan yuvamiz va buni ichki chetidan tashqi chetga emas, balki tashqi chetidan ichki chetga qarab qilamiz. Chunki barcha iflosliklar odatda ko'z yosh kanali orqali chiqadi. Shuning uchun agar biz ichki chetidan tashqi chetga qarab yuvsak, hamma narsani shilliq qavat bo'ylab yoyib yuboramiz. Bu esa kozni yuqtirish xavfini oshiradi. Shuning uchun hech qachon, hech qanday holatda bunday qilmaymiz. Har bir koz uchun alohida toza paxta diskidan foydalanamiz. Quloqchalari va buruniga kelsak, bu yerda asosan hech qanday o'ziga xoslik yo'q. Ya'ni quloqlarga paxta choplari bilan tiqilmaymiz. Iloji boricha faqat quloq yuzasinigina tozalash tavsiya etiladi. Burunga kelsak, uni doimiy ravishda yuvib turishning ham hech qanday ma'nosi yo'q. Lekin agar biror ifloslikni ko'rsak, xotirjamlik bilan o'sha paxta diskidan bir oz paxta yulib olamiz. Uni barmoq bilan aylantirib, kichik trubchaga o'xshatib tayyorlaymiz. Oddiy suvga botiramiz. Burunga ehtiyotkorlik bilan kiritamiz. 360 daraja aylantiramiz, chiqaramiz va mana burundagi ifloslik paxtaning ustida qoladi. Bu yerga. Ya'ni bu kontekstda hammasi shundan iborat.